Hazreti Ali 16-qism Umoma Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning katta qizi Hazrati Zaynabdan tug'ilgan nabirasidir. Otasining ismi Abul Os edi. Hazrati Zaynab sevimli otasiga payg'ambarlik kelmasdan xolasining o'g'liga turmushga chiqqan edilar. Abul Os kufr hayotidan qutula olmagani uchun Hazrati Zaynab Makkada qolgan va hijrat etolmagan edilar. Madinaga kelgan Hazrati Zaynabning qo'lida Umoma degan bir qizlari bor edi. Hazrati payg'ambar sallallohu alayhi vasallam goh uylarida nafil namoz o'qir ekanlar, uni yelkalariga o'tkazar yoki qo'llariga, quchoqlariga olib namoz o'qiganlari ma'lum. Ruku va sajda qilganlarida uni yerga qo'yar, qiyomga turgach takror qo'llariga olardilar. Abu Qatoda deydilarki, bir kun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning eshiklari oldida edim. Bir payt Janobimiz sallallohu alayhi vasallam qo'llarida Umomani ko'targan holda chiqib keldilar. Qisqasi, sevimli payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Umomani juda sevar. Uni qo'llariga olib ovutar, aylantirib yurardilar. Bir kun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Habash qiroli Najoshidan bir qancha hadiyalar keldi. Ichida munchoqdan qilingan go'zal bir gardanlik, taqinchoq bor edi. Janobimiz sallallohu alayhi vasallam buni olamda menga juda sevimli bo'lgan insonlardan biriga bermoqchiman dedilar. Voqeani anglatgan Hazrati Oysha deydilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xotinlari orasida shunday tushunganlar bo'ldi. U holda bu gardanlikni Abu Bakrning qizi olib ketdi. Buni ular yo o'zaro suhbatlashgan yoki Hazrati Oysha shunday taxmin etar edilar. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Umomani chaqirdilar. Gardanlikni uning bo'yniga taqdilar. Yuz ko'zlarini artib silab qo'ydilar. Oradan yillar o'tdi. Endi Umomaning turmush qurish chog'i yaqinlashib qolgandi. Bir necha yil avval onasi Hazrati Zaynabni yo'qotib, yetim qolgan Umoma bu gal otasi Abul Os ham o'lim to'shagida yotganini ko'rdilar. Bu orada ota xabar jo'natib, Zubayr ibn Avvomni chaqirdi. Qizim Umoma senga omonat. Vaqti kelgach uni Ali ibn Abu Talibga uzat, turmushga ber dedilar. Abul Os Hazrati Abu Bakr xilofatining oxirlarida Alloh taoloning farmoniga binoan oxirat olamiga ko'chdi. Oradan qancha vaqt o'tgani noma'lum. Ammo bir kun Zubayr ibn Avvom Hazrat Alini topdi. Ey Ali, Umoma bilan turmush qurishga qanday qaraysan? Ne deysan? Agar xohlasang senga nikohlab qo'yay dedi. Mamnuniyat bilan qabul qilaman buni. Ey xolamning o'g'li. Shu tariqa qiyilgan nikoh bilan Umoma Hazrati Alining xotini bo'ldilar. Hazrati Hasandan bir necha yoshgina katta edilar. Endi Hazrati Fotimaning o'rtalarida xolasining bolalariga, ya'ni bolalariga qarashi, onalik maqomini olishi kerak edi. Taassufki, islom tarixida 27 yilga yaqin davom etgan bu turmush haqida biror xotiraga ham o'rin berilmagan. Afsus bilan aytamizki, qo'limizda Umoma bilan Hazrati Aliga bog'liq yolg'iz voqea shudir. Hazrati Ali o'lim to'shagida yotib tuzalmasligi qat'iylashib qolgach Umomaga, mendan keyin bu ta'ziya seni o'z holingga qo'ymasa kerak. Senga kimdir uylanishini taklif qilsa kerak deb o'ylayman. Bordiyu mendan so'ng turmush qilishni istasang, Mughira ibn Nawfalni maslahat berardim dedilar.
Bir rivoyatga ko'ra Hazrati Ali Mughiraga xabar bergan. Shu mavzuda unga og'iz solgan va Muaviyaga shu tariqa to'siq qo'yish mumkinligini bildirganlar. Hazrati Ali vafotlaridan so'ng 4 oy 10 kun o'tdi. Bir kun Marvon Umomaning yoniga keldi. Muaviyaning uylanish haqidagi taklifini yetkazdi. Qabul qilsa 100 ming oltin berishini bildirdi. Umoma Marvonni bir o'ylab ko'ray deb qaytardi. Hazrati payg'ambarning xotinlari uchun o'talgan mahr har biri uchun 400 dirham, ya'ni 40 oltin edi. Holbuki Muaviya hamyonning og'zini ochgan 100 ming oltin taklif etgandi. Bu qimmat pul roppa rosa 2500 xotinning mahriga teng edi. Umoma mayli desa, o'sha kunlarda Madinada yashagan xotinlarning hammasining mahrini olgan bo'lardi. Bu boylik o'zining ko'p yillar bemalol rohat qilib yashashini ta'minlay olardi. Umoma Muaviyaga turmushga chiqishga rozi bo'lsa, otasining va Hazrati Alining uyida ko'rmagan dabdaba va saltanatga erishishini, atrofida xizmatchilar parvonaday aylanajagini, yeb ichishda, kiyinishda ham huzurga ega bo'lishini bilardi. Shu bilan birga Nabiy muhtaram sallallohu alayhi va sallamning suyukli nabirasi bo'laroq butun bu sarvatni, saltanatni dunyoda qoldirib ketajagiga amin edilar. Hazrati Alining ruhini azoblaydigan, suyaklarini sirqiratadigan qarorga kelmoq uchun vijdonini rozi qila olmadi. Kecha Hazrati Alini jufti ekan, bugun Muaviyani xotini bo'lishday zimmat keltiruvchi qarorga kela olmasdi. Darhol Mughira ibn Nawfalga xabar yubordi. Ahvolni bildirdi. "Ne deysiz?" deya Hazrat Alining tavsiyalariga ishorat etdilar. Mughira tezda Hazrati Hasanni topdi. O'gay onasi Umomaga uylanish taklifini bildirdi. Shu tariqa Hazrati Umoma ikkinchi turmushini Mughira bilan bog'lagan edi. Mughira Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning eng katta amakilari Xorisning o'g'li edi. Bir rivoyatga ko'ra, Mughira Muaviyaning uylanish taklifini eshitishi bilanoq Umomaga kelgan. "Amaking Hamzaning jigarlarini yegan xotinning o'g'liga tegasanmi?" degan. U esa aslo bunday bo'lishi mumkin emas deya javob bergan. Hazrati Ali Umomadan farzand ko'rmagan edi.